Assalomu alaykum YouTube obunachilarimiz. Sizlarga mana katta yangilik. 2 kishilik mashinani arzondan so'ragandinglar, arzondan kelib qo'ydi. Narxi video oxirida. Bu modellarimizda ikki xil rangdan bor, qora qizil rangdan bor. Kraskalar avtokraska. Salon qismlari juda keng. Ikkita bola bemalol sig'adi. Ikkita 2 yosh, ikkita 3 yosh bola sig'adi. Sideniyasi alohida. Xavfsizlik remellargacha bor. Bu mashinamiz pedaldan ham haydasa bo'ladi, bola o'zi mustaqil haydasa ham bo'ladi. Qo'shimcha mana pol zaryadkalari bor. Mashinamiz 12 voltli akkumulyator bilan jihozlangan. Bir zaryadka bilan 2 soat, 2,5 soat to'xtamay haydasa yetib boradi. Bolalar ham shu yumshoq bola bilan jihozlangan. 4 ta bolanda ham motori bor. Hozir bularni qizil qora rangdan sotuvda bor. Narxi 1,900,000 so'm. Dastlabkamiz O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul shahar markazlarigacha yetkazib beramiz. Mana salon qismi ichidan ko'rinishi. Orqa bagajji ham bor kichkina. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastdagi raqamlarga Telegram, WhatsApp, email bor. Barchalarini kutib qolamiz.